Assalomu alaykum aka gapdash qo'llari xonadonlar uydalar balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukronasi olsun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga do'ru salomlar olsun. Akalar bozorda juda havo chiqib ketganligi hisobiga o'zim borligi uchun shogird pog'ir chiqmadi. Shuni hisobiga bozorga ololmadi. Bo'lmasa erimni olardi. Mana hozir endi bozordan ketaman turgan joyimda ikkita bir par kaptar tashlab aka siz videolarni ko'rib maza qilamiz, buni olib foydalaning deb berishdi. Hozir ikkovini ko'rsataman. Kimgadir yoqib qolsa, tuxum qo'yadi, bala beradi, xijolat bo'lmayman. Qo'ymadi tuxumsa pulini qaytaraveradi. Ilohim, ko'hon kasbkorlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilib berishgan bo'lsa Alloh taolo niyatdan bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Balacha-qalani orzu havosini ko'rsin. Ey Robbim, bemorlar yotgan bo'lsa shifo ato etgin. Qarzi bolalarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umrlarga ham, hajlarga ham, jannatlarda ham bila oqibatimiz yo'qolmasin. Ota-onasini o'ylab, uylar qilaman, to'ylar qilaman, mashinalar olaman degan ko'kamizga omad bersin. Amin. Allohu akbar. Ertaga Xudo olsa qo'limizdan kelgancha nomongonlik to'g'on Rasulxonga chiqarib yuboraman. Juvonalarini chiqaradi, yeb turgan donagacha javob. Agar o'ynab tushmasa gaplar, kapala bo'lib uchib ketadi, yo'q bo'lib ketguncha chiqib ketadi ikkovi ham. Mana shunaqa kaptarni Qashqadaryo, Surxondaryo, Qarshi, Xorazm, Zomin, Xiva, Surxondaryo, yana Qarshi, Samarqand, Buxoro hamma shahardagilar so'radi. Bunaqa kaptar ara-arada 6 oyda, 1 yilda chiqib qoladi. Mana shu chiqib qoladi. Shu nomongonlikka Rasulxonga nasib qildi, yerga chiqib oraman. Qozog'istonda turgan akamiz Rossiyada turib odam jo'nataman deydi, odam jo'natisholmabdi shekilli. Mayli xafa bo'lmayman. Xudo xolasa Rasulxonga chiqarib oraman. Endi Xudo xolasa mana kaptarlar tomosha qilinglar akalar. Akalar bu kaptarlar bor, dekorativni kaptarlar, dekorativ mana. Paypog'i bor, cho'plari bor, tumshuqlari bor, viklari bor. Hamma yo'qlari joyida. Mana viklarni qarang, tumshuqlarni qarang, oq tumshuq. Mana mabodaga ishqiboz bo'lsalaring, narxigacha o'tib ketaman. Hadisalar kelishib beramiz Xudo xolasa. Endi modasini ham ko'rsataman. Modasi eski zot, o'zimiz Xudoyorxon xonligi bas, dadam Xudo rahmatli boqqan kaptarlardan. Viklarni qarang, tumshuqlari oq, paypoqlari endi chiqyapti mana. Buni ham qonida ro'yan, novvat, qizil bor ekan, mana metlarda qizili turibdi. Ikkovi jup ekan. Agar mabodo ishqiboz bo'lsalaring, aka mana shu kaptarlar yoqdi bizga sizga $100 narxi. Atasına karabkaka shunday solib chiqaraman. Tuxum qo'ymay, bala bermasdan, aka bala bermadi, tuxum qo'ymadi kaptarlarga $100 qaytarib beraman. $100 ushlab turaman 20 kun. 20 kundan keyin olib bala chaqamga bemalol yetkazib olaman. Tuxum qo'yishi 20 kun 15 kunda qo'yadi. Qo'ymasa $100 da joyga tashab qo'yaman. Aka zog' bilan ro'yan sotadi $100 ga. Qo'ymayapsiz $100 qaytarib yo'l ko'rsatgacha bera olaman. Videolar momlab rahmat deb bittalar yozib qo'yinglar.